Yolg'on firibgarlik ko'p kuzatiladigan ishlardan yoki sohalardan biri bu savdo sotiq hisoblanadi. Va bugungi kunda o'sha bozorga chiqsak guvoh bo'lamizki, sotuvchi qanday qilib bo'lsa ham savdoni yolg'on yashiq aralashtirib tezda qimmat sotsa-da bir ma'lum bir foydaga ega bo'lsa, ma'lum bir foydaniga ega bo'layin deydi. Xaridor esa iloji boricha aldab yoki pastga urib o'sha narsaga arzon olishga harakat qiladi. Bu narsalar ham haqiqatan biz o'sha kitoblarimizda, dinimizda qoralangan. Ya'ni iymon keltirganlar, sizlar bir-birlaringni mollaringni botil, ya'ni nohaq yo'l bilan yemanglar. Faqatgina o'sha o'zaro rozilik bilan, tijorat maqsadida, tijorat bilan bo'lsa, savdo sotiq bilan bo'lsa, bu mustasno. Demak, bu oyat mana shu savdo sotiqda birinchi bir asoslardan biri hisoblanadi. Va ulamolarimiz aytishadiki, savdo sotiqga kirgan inson avvalambor uni ilmini bilish kerak. Biz dinimiz bilamiz, ilm dini deymiz. Payg'ambar alayhisalom ilm talab qilish har bir musulmon, mo'min, erkak, ayol uchun farz deganlar. Qaysidir bir sohaga qadam qo'ysa, uni ilmini bilish farz deymiz. Misol uchun kimdir hajga bormoqchi, hajga vaqti kelsa, haj ilmini bilish kerak bo'ladi. Yoki bugungi hozir aytadigan o'rganmoqchi bo'lgan bo'lmamiz savdo sotiq bo'lsa, savdo sotiqda ham o'zini ilmi bor. Hazrati Umar roziyallohu anhu savdo sotiq ilmini bilmagan inson bizni bozorlarimizga yaqinlashmasin deganlar. Nima uchun? Chunki savdo sotiqni shartlarini, qonun qoidasini bilmagan odam yo o'zi birovlar aldaydi, bilib bilmay aldab qo'yadi yoki aldanib qoladi. Ko'plarni ko'ramizki, hozir savdo sotadigan insonlarni gapiramiz, xaridorlardan ham bo'ladi. Boradi bir joydan o'sha odam savdo sotiq qilib bir katta bir foyda ko'rganini ko'rib qoladi-da, yo eshitib qoladi-da, bilib bilmay borib oladi. Keyin haliga narsa narxi tushib ketib, o'zi kuyib qoladi yoki aldanib qoladi. Mana bu narsalar uchun haqiqatda o'sha savdo ilmini bilish kerak bo'ladi. Endi bu borada kitoblarimizda o'sha Kitabul Buyu, savdo sotiq kitoblari bor. Bunda moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, uni nimalar, shart-sharoitlari, odoblari aytib o'tilgan. Bugungi kunda endi savdo sotiqda bo'ladigan yolg'on yoki firibgarliklardan eng asosiylaridan biri bu aybli molni aybini aytmay yashirib sotish yoki soxta molni asl mol deb sotish yoki bugungi kunda yana ko'p ko'zga tashlanadigan nimalardan biri mualliflik huquqi deydi. Birovni huquqida bo'lgan narsalardan foydalanish. Misol brend deymiz yo birovning nomidagi o'sha emblemasini o'zini o'sha ishlab chiqaradigan mahsuloti, kiyim bo'ladimi yoki yeyish, ichish mahsulotlari bo'ladimi, o'shanga qo'yib firibgarlik yo'li bilan birovning nomidan yoki brendidan foydalanib o'sha tirikchilik qiladi. Bu ham bizni o'sha shariat ulamolarimiz buni firibgarlikning bir yo'llaridan biri deb aytganlar. O'sha payg'ambar alayhisalom bir kuni yuqorida ham aytib o'tildi, bozorda kezib yurganlarida bir insonni don sotayotganini ko'rib qoladilar va donni orasiga qo'llarini suqib qarasalar, tagi nam ho'l bo'ladi. Shunda bu nimasi deb so'raganda haligi inson, ey Alloh rasuli, bu yomg'ir yoqqan edi. Yomg'ir yog'ib nam bo'lib qolibdi, ho'l bo'lib qolibdi deganda payg'ambar alayhisalom uni ustiga chiqarib qo'ymaysan, buni insonlar ko'rib bilardi deydi. Va aytadilarki, man g'oshshana falaysa minna. Kim bizda aldasa, xiyonat qilsa, u bizdan emas deydilar. Ya'ni aldamash kerak. Aldamay o'sha bor aybini oshkor aytib sotish kerak degan ma'noda aytadilar. Bozorlarda ham ko'ramiz, masalan, olmalar bo'lsin yoki boshqa mevalar bo'lsin yoki o'sha idishlardagi xaltalardagi meva-chevalarni ko'rsak, terib chiroyli qilib artib qo'yishadi va xuddi shunday bo'lsa kerak deb narxini kelishib 1 kilo yoki 2 kilo ber desak, u naradan boshqa bir xaltadan yoki idishdan irigan, chirigan yoki boshqalarini solib berib yuboradi. Uyga kelib ko'rsangizki, ishonib, u haligi ko'rgan olmangiz emas. Hatto internetda bir xil video nimalarda ham qo'yildiki, o'sha olmani, chiroyli olmani qo'yib, lekin pastdan boshqa olmani berib yuborayotgan holatlar bo'lyapti. Demak, bu narsa o'sha yuqorida o'rganilgan o'sha hadislarga bu muvofiq kelmaydi. Endi tarozidan yoki o'lchovdan urishlar, metrdan, litrdan urishlar bo'lib qoladi. Bu azaldan bu narsalar bo'lib kelgan. Shuning uchun hattoki alohida o'sha mutaffifin degan, ya'ni tarozidan o'rib qoluvchilar bir holiga qiyomatda voy bo'lishi ma'nosida oyat ham, sura ham nozil bo'lgan alohida. Demak, tarozidan o'rib qoladiganlarga Alloh o'sha vayli bo'ladi. U nima qiladi? Tortib olayotganda og'ir qilib oladi, o'zi birovga o'lchab sotayotganda esa
uni nima yengil qilib beradi. Va bu ham o'sha savdo sotiqdagi yolg'on yoki firibgarliklardan biri hisoblanadi. Endi o'sha yuqorida bu domlamiz aytdi, o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi firibgarliklarni xuddi shunday bir savdo sotiqga oid yoki odamlarni mollari nohaq yo'l bilan yeyishlar ijtimoiy tarmoqda bugungi kunda juda ko'p tarqagan. Ijtimoiy tarmoqqa joylashtiradida katta bir pullarni yig'ib unga bermay yoki ma'lum bir ozroq qism berib aldab ketayotganlarni ham guvohi bo'lyapmiz. Yoki kimgadir uy kerak yoki boshqa maqsadda deb yoki nimadir sotamiz deydida, ularni pullarini tushirib olib turib yo'qolib qolayotgan holatlar bo'lyapti. Bu narsalarda ham insonlarimiz bilib, anglab yetish kerak, to'yinki bunaqangi o'sha firibgarlarni bir nimasiga qarmog'iga tushib qolmasin. Endi eng alohida yana bitta o'sha firibgarlik deymizmi, aldov insonlar o'rtasida bir ishonchsizlikni keltirib chiqaradigan bir ishlardan biri qarz olib, qarzini bermaslik yoki bu narsani nasiyaga sotib olib, uni aldab ketish, bermay yurish kabi narsalar ham ko'p. Mana ustoz o'sha fatvo markazida pulni o'sha telefonda yoki fuqarolarni qabuli natijasida shuni guvoh bo'lamizki, kunun bizga shu murojaat bilan telefon qilishadi yoki jonli kelishadi. Yaqin oshna, og'ayin yoki aka-uka, birodarlar nimadir savdo qilgan, bir-biriga sotgan yoki sherikchilik bilan bir ish qilgan yoki qarz olgan va kelisha olmaydi. Boshida ikkalasi ham narsa zo'r, rozi. Lekin uni batafsil ilmini ham o'rganmaydida, keyin ertaga kelisha olmay qolganda kim yerga keladi? Ularni eshitsak, haligi pulni bergan ham yoki pulni olib ishlayman degan ham hammasi o'zini rostgo'y, o'zini haqman deydi. Ularni eshitib, hujjat, dalillar asosida agar javob beriladigan bo'lsa, ikkala tomon ham bunga rozi bo'lishga xohlamaydi. Mana shunday bir holatga kelingan. Yoki o'sha qarz berib aldab bermay cho'zib yurish dedik, hadisda payg'ambar solom imkoni bo'lib turib qarzni bermay cho'zib yurish bu zulm deganlar. Ya'ni buni eng xatari, bitta xatari, yomon bir xatari shuki, inson qarz bergan inson, mana yuqorida ham aytdik, qancha bir savob umidida qarz beradi. Savob olaman deydi. U qarzni ertaga kerak bo'lganda qaytarmasligi natijasida bu qarz berganiga pushaymon edi. Ertaga keyin agar qarz bersam shunday bo'ladigan bo'lsa, bermagani bo'lsin deb jamiyatda bir-biriga qarz berishlar, bir-biriga ehson yoki yaxshilik qilishlar yo'qoladi, ishonchsizlik paydo bo'ladi. Demak, mana bunday narsalarga ham nima bo'lyapti? Sabab bo'lyapti. Endi qarzini demak, boyagi bermay yurgan insonlar bu kabi narsalarni ham bir o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Va olayotganda u niyatini qarz olishni haqiqatda bir yomon tarafi yo'q. Inson muhtoj bo'ladi, qarzga ehtiyoj seziladi. Mayli qarz olsin, lekin uni avval niyatni to'g'ri qilish kerak ekan. O'sha hadisda keladiki, payg'ambar solom aytadilar, kim agar qarz olib uni ado qilishini niyat qilib beraman deb shu maqsadda olsa, Alloh taolo unga ko'mak beradi va qarzini ado qilishga yordam berib qo'yadi deydi. Kim agar qarz olguncha men bermayman deb agar olsa, Alloh uni o'shanga yo'naltirib qo'yadi va molini talofotga yetkazadi, qarzini ado qila olmaydi deganlar. Shuning uchun niyatni to'g'ri qilish kerak, qarzni qaytaraman deb olish kerak. Endi bugungi kunda savdogarlarimizga bir tavsiyamiz shuki, o'tgan ulug'larimizni, ulug' bir mashoyixlarimizni hayotidan bir o'rnaklar olsa, bir maqsadga muvofiq bo'ladi. Imom Azam rahmatulloh alayhi mana mazhab boshimiz, faqih, mushtahid bo'lishi bilan birga odamlarni o'sha diniy bir nimalarni qondirish bilan birga o'zlari tijorat bilan ham shug'ullanganlar va u kishining hayotida ko'plab bir go'zal bir ibratlar keltiriladiki, savdogarlarimizga bu bir namuna o'rnak bo'ladi. Hadislarda o'sha payg'ambar alayhisalom at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin va siddiqin va shuhada, rostgo'y, ishonchli tijoratchi, savdogar qiyomatda payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan va shahidlar bilan birga bo'ladi deganlar payg'ambar alayhisalom. Demak, bu savdogarlar mana bu hadisni bir ma'nosini chaqish kerak bo'ladi. Demak, shunchalik rostgo'y va bir manfaat odamlarga o'zim ham tirikchiligimni qilay va shu bilan birga xalqqa bir yengillikni keltiray va yengillik bir bo'lishiga sababchi bo'lay degan maqsadda mana shu hadislarga bir amal qilay deb agar savdogarlik, halol savdogarlik qiladigan bo'lsa, demak qiyomatda ular jannatda mana shunday zotlar, payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan birga bo'ladi. Va albatta hammamiz bu narsani orzu qilamiz, bu baxt hisoblanadi. Va yoki boshqa bir hadislarda payg'ambar alayhisalom o'sha savdo qiluvchi xaridor ikkalasiga nasihat qilib, va in sadaqa va bayyana
burika lahuma fi bay'ihima deganlar. Ya'ni agar sotuvchi ham, oluvchi ham savdo qilayotganda agar ochiq oydin aytib, rost gapirib, aldamay savdo qiladigan bo'lsa, ularni o'sha qilayotgan savdolariga ikkalalariga ham baraka bo'ladi deganlar. Agar yolg'on aralashtirib, yashirib uni aybini sotib savdo qiladigan bo'lsa, uni teskarisi. Ya'ni uni savdolari nima bo'ladi? Barakasi ketadi. Barakasini Alloh taolo olib qo'yadi deyiladi. Demak, savdogar bugungi kunda tijorat bilan shug'ullanadigan akalarimiz, ukalar, birodarlarga o'sha tavsiya shu bo'ladiki, demak, savdo sotiqda bunaqangi firibgarliklardan, aldovlardan, soxta narsani asl deb sotishdan yoki biror bir narsani aybini aytmay yashirib sotishdan va o'sha tarozidan, kilodan yoki litrdan urishdan ehtiyot bo'lishlarini so'rab qolamiz. Alloh taolo barchalarimizni tirikchiligimizda, ana shunday kasbkorlarimizda bir haloldan bo'lib harakat qilishimizni Alloh taolo nasib qilsin.